Dünya elleri 10. ayının 11. günü Kız Balalar Günü'nü təbrikləvatqanda Xitay hökuməti Şərqi Türkistan'da 20 milyondan artıq Uyğur balalarını yığılış lagerdə assimilasiya qılmaqda. 2012 yılı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı tərəfindən qızlarning cinsi ayrımısı səbəbindən duş kelgan baravarsizligiga bo'lgan tonishini oshirish uchun ma'qullangan 11 oktyabr xalqaro qiz balalar bayrami dunyoning har qaysi joylarida tabriklandi. Dünya tarafından unutilayotgan Şərqi Türkistan'da bo'lsa, Uyg'ur bolalari oilasidan ayrilish orqali majburiy tutib turildi. Xitoy Kommunist hokimiyati Uyg'ur bolalarini ota-onasidan ayrilish bilan bo'ldi qilmasdan, hatto ularni xitoylashtirish uchun Xitoy o'lkalariga yo'tkadi. Angliya elektronlik istixborot idorasining direktori Jeremy Fleming Xitoyning kun sari kuchayayotgan iqtisodiy kuchi va texnik ta'sirining dunyoning kelgusini belgilaydigan bexatarlik tahdid ekanligini o'tirib qo'ydi. Xalq Birlashma Mulozimat instituti aqllar ambiri tarafidan uyushtirilgan bu yig'inda so'z qilgan Fleming Beijingning iqtisodiy va texnik kuchidan foydalanib, davlat ichida jamiyatga besim ishlatib, chet elda ta'siri va kontrolligini oshirayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Aqsaray Davlat Bexatarlik Kengashining strategik aloqa direktori John Kirby Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yadro quroli yoki keng ko'lamli qirg'och qurollarni tanlag'uchi to'g'risida hech qanday alomat yo'q dedi. Rossiya prezidenti Putinning yadro qurollarini ishlatish tahdidi G'arbda inkas paydo qilgan bir paytda Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya rahbari Putinning bayonotini Kuba boshqaradigan bomba krizisidan buyon duch kelgan eng chong xatar deb tasvirlagan va Putin chaqchaqlamadi degan edi. Xabar qilinishicha, Qozog'iston ziyoratiga chiqqan Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan birlikda Turkiya Qozog'iston yuqori darajalik strategik hamkorlik kengashining 4-qatimliq yig'iniga riyosatchilik qiladi va Osiyodagi hamkorlik tinch turg'izish tadbirlari yig'inining 6-qatimliq yig'iniga qatnashadi. Egilishicha, o'tgan 9 oy ichida 1631 nafar rus Qirg'izistonda Qirg'iziston davlat tavalligiga iltimos qilgan. Raqamli taraqqiyot ministrligi nopis tizimlash bo'limining boshlig'i Nursulton Sardarbekov muxbirlarni kutib olish yig'inida bu yilning 5-dan buyon 19258 nafar Rossiya fuqarosining Qirg'izistonga kelganligini aytdi.